Artib qo'yish kerak edi-da. Etika, estetika degan narsalar bor. Atmosferasi ham g'alati ekan-ya, qizlar. Qolgan ovqatni saboy qilib solib beraymi? Biza saboy olib ketadigan qizlar emasmiz. Qanaqa atir tepgan bu o'zi? Fukusi bormi? Comfort Plus chaqiringlar qizlar. Yaxshi bo'linglar. O'zi kvartirang molxondan battar ekan. Nima ko'chaga chiqib model yasaysanlar? Siz bizani uyda? Mana bu changalzor tozalab qo'y, keyin atmosfera tanlab chiqib. Barmoq qo'yaylik. Bonka qolsin, bonka, ey. Sanlar o'zi madaniyat tark etgan ekan, nimaga menga etika, estetika deysan sen? Men Navruzga tayyorgarlik ko'ryapsizlarmi? Bug'doy ekdingizlarmi? qizlar qaysi biri navbat edi bu yuvish? Fukusaqiga san gapirmagin, hay. Bir-birlaringiz kiyishlaringiz ma'qul emasmi? Biza bir-birimizni kiyimimizni kiymaymiz. Qarang, farqi bo'lmaydi ku tentaklar. Yalanga yo'q jakuy, tur, xon taxtaga o'tib ovqatlan. Yo'q. Menimda qo'ydiydi bu. Mani murabboyim. Meniki. Jahlimni chiqarma. Asabimga tegma. Ya o'zi bitta murabbochaga urush qilay ekaning, yana saboy olib ketadigan qizlar emas bizlar. Yumron qoziqchalar. Ma'lumot uchun aytaman, kir sovun bilan pastda yuvib bo'lmaydi. Ko'pirsa bo'ldi-da, bo'ladi. Bo'ladi, to'g'rimi? Ana bo'ladi deb ko'rdingiz. Hey! Mana Milod Dava Grolting tashvir yeb bo'lmaydi buni. Svejiy bu endi 2 oy bo'ldi. Ko'chaga chiqib dunyo go'zalini yoqqancha ozgina uyingga yig'ishtirib qo'ylaring, farzandchalar. Endi yangi oilamiz, 1-2 yil sabr qilsangiz uyimizni zo'r qilib remont qilaman. Aslo unday demang, qalbimni sultoni, o'zim sizga yelkadosh bo'laman. Boshimga baxt qushi qo'nibdi-ku. Endi ozgina sabr qil, hammasi yaxshi bo'ladi. Qachon yaxshi bo'ladi? Hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Qilish kerakda. Nimadir bo'ldimi ovqatga? Yo'q, hammasi joyida. Qani bering. Voy, qanday ichdingiz? Nima qilib qo'ydim? Men aybdor. Menga qarang, sizga hozir boshqatda ovqat tayyorlab beraman. Aybimni yuvaman. Qanday? O'tiring, shart emas, xijolatdaman. Nima? Sho'r bo'lgan bu, dengiz suv solganmiz, ha? Peshonamni sho'rini solganman. Chidaysiz, uchasiz. Limon choyga shin solib damlab beraymi? Yo'q, ozgina boshim og'riyapti, xolos, sizni urintirgim yo'q. Xasta bo'lma jonim, o'lib qolaman. Voydat. Ha, nima bo'ldi yana? Boshimga shkaf tushib ketdi, yorildi boshim. Hozir chaqirdim, kelishadi. Doktorlarmi? Ustalar, shkafni tuzatib qo'yish kerakmi? Mayli, men ishga borib kelay, siz yaxshi o'tiring. Sizga qaytishni nima olib kelay, umr yo'ldoshim? O'zingizni asrab kelsangiz bo'ldi, qalbim sohibi. Minnatdorman. So'rang, nima olib kelay deb so'rang. Ana